Lekin o'tib ketgandan keyin onamizni ko'rgan insonlarda ularni birga yurgan dugonalarini, mahalla ko'yidagi insonlarni ko'rib talpinib qolar ekanmiz. Biroz bo'lsa-da onamni taftini olamanmikan? Qayda yursin fermonaman ona sizlarni ko'nglingizni buzishga emas. Hali ta'kidlaganimdek, meni ham hayotimda yolg'iz bo'lgan onam qo'ygan. Ming dard chekib yotsa ham shu bolam kasal bo'lmasin deganini qarang. Biz 7 kishini moli ko'chada bo'ladi, aziz onajonlar, bilasizlar. Onda sonda men juda ham kam ovqatlanaman. Uyimizda bir dasturxonda o'tirib onam bilan bir kun maza qilib, qiyichuv qilib bolalarim bilan o'ynaysan. Menga onamni bergan savolini qarang, bolam. Farzandlaring yaxshi ko'rganchalik meni ham yaxshi ko'rasanmi deb savol bergan inson. Onalar yosh o'tgan sayin biroz mehrga zor bo'lib qolar ekan. Hatto yaqinlaridan, ayniqsa farzandidan mehrni ortig'ini talab qilib qolar ekan. Bizning koinotimizga quyosh qay darajada kerak bo'lsa, biz farzandlarni hayotiga ham onalarimizni o'rni shu darajada kerak ekan. Hatto o'tib ketgandan keyin bizni yo'qlovchilar ham saqlanishib qolar ekan. Endi holim so'rmas hech kim, jonimga kuymas hech kim, hamdardim bo'lganlar. Benim onam qani, benim onam qani. Endi holim so'rmas hech kim, jonimga kuymas hech kim, hamdardim men onam
Dunyo turguncha turinglar, iloyim bizdek farzandlarni hech qachon duo qilishdan charchamanglar. Endi onadan shularni aytib turaman, sababi el o'rtamayib har doim gumbiraguz shunaqa sho'pashlarni aytarkan demanglar. To'yimiz davom etadi.